Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasiga fuqaro ariza bilan murojaat qilib, unda Namangan shahrida yashovchi shaxs o'zini turli tanish-bilishlari orqali haydovchilik guvohnomasini rasmiy imtihonlarsiz qisqa muddatda tayyorlab berishini aytib, shu orqali noqonuniy ravishda 1000 AQSh dollari pullarni talab qilayotganligini bildirgan. Mazkur murojaat asosida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi tezkor xodimlari hamda Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Ishtirokida murojaatchidan talab qilingan mablag'dan 3 million so'miga kimyoviy ishlov berildi. Shundan so'ng kelishilgan manzilda jabrlanuvchidan 3 million so'mni gumonlanuvchi olgan vaqtida daliliy ashyolar bilan xolislar ishtirokida qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 1-qismi va 28 orqali 211-moddan 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, bunday holatlarga befarq bo'lmang. Agar sizga ham shunday noqonuniy takliflar bildirilsa, darhol huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Eslatib o'tamiz, pora berish va pora olish jinoyat hisoblanadi va bu kabi qilmishlar uchun qonun doirasida qat'iy javobgarlik belgilangan.